Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kelayotgan hayit munosabati bilan Koreyadan kirib kelgan Sveji S flagman modellarimizni katta chegirmaya qo'ydik. Videoda oxirigacha ko'ringlar, afsus qilmaysizlar, narxlarimiz o'ta ham arzon narxda. Videoda oxirigacha ko'rib, o'zingizga qulay, ma'qul kelgan yoqqan smartfonni albatta zakaz qilib sotib olsangiz bo'ladi. Unda biz boshladik. Bizga S25 Ultralarni ideal sostenida tiniq holatdagilari keldi. Inshaalloh hamma svetidan bor, bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Smartfonni baho berib, ideal holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Mekalar ofitsialniy o'tgan, plus yesimlari ham o'tgan, inshaalloh. Buni 256 talisini $800, 512 talisini $815 qilib beramiz. Smartfonga bir baho beringlar, holatlari ideal holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Bemalol zakaz bersalaring bo'ladi. Xo'p, S24 Ultralar keng assortimentga kirib keldi. Optim olaman deganlar aloqaga chiqinglar, narxlarni o'ta ham arzon qilib beramiz. S24 Ultralarni chegirma narxda $610 dan qo'yib yubordik. $610 dan bunaqa smartfonlarni hech qayerdan ola olmaysizlar. Bo'lsa Islom Mobile obunachilarga bo'lsin. Xo'p, bizda keyingi smartfon S23 smartfonlari. Xohlagan kolичествоda olsalaring bo'ladi. Duo qilinglar smartfonga. Idealniy Salafanlar olinmagan, xuddiki yangidek holatda turibdi. Smartfonlarni birma-bir ko'rsating. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q, ideal holatda. Green svetini ko'rsatamiz. Smartfon Noch. Xo'p, bularda S23 Ultralarni $490 dan qo'yib yubordik. S22 Ultra. S22 Ultralarni bo'lsa sizlarga bo'lsin $370 dan 2 donagina ulgurib olinglar. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz S25 Plus. Dialni saslanadi. Bir donagina neobычный svet. Buni 12256, narxi $590. Navbatdagi smartfonimiz S24 Plus smartfoni. Smartfonga baho beringlar. Petnosi bo'lsa petnosi bor deb aytamiz. Smartfon ideal haqiqatan $440 dan olgan bo'lami deylar. $440 dan qilib beramiz. S24 Plus. S22 Plus bir donagina keldi. Hayit ayyomida onajonlarimiz uchun sovg'a qilsalar juda ham ma'qul bo'ladi. Sosteniyasi idealniy sosteniyada. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Xo'p, buni narxini men sizlarga $250 qilib berishga tayyorman. S21 Plus bir donagina violet svet holatlari ideal holatda. Smartfon sveji kirib keldi. Arz tozalashga ham ulgurmadik. Ko'rishlaring mumkin. Buni narxini $230 qilib beramiz. Navbatdagi smartfonimiz S25 smartfoni. Neobычный svet oluvchi akalarimiz uchun svetlari o'ta ham neobычный svetda haqiqatan ko'rishlaring mumkin. Buni narxini men sizlarga xo'p S25 $450 dan qilib beraman. Olishlaring mumkin bizda. $450 dan xarid qilishlaring mumkin. S24. Keyinchalik sirada kelgan. Smartfon ideal holatda bemalol xarid qilishlaring mumkin. S24larni $440 dan qilib, $435 dan qilib beramiz sizlar uchun. S23 smartfonlarimiz, e'tibor beringlar. Ko'rsating, keyinchalik svetda bor, xohlagan svetlaringdan bor qilib beramiz. Telefondan muammo yo'q. Tugab qopti, qolmay qopti demaymiz. Ideal holatda buni men sizlarga $315 dan qilib beraman. Smartfon holatiga e'tibor beringlar. Ideal, tiniq sosteniyada birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Xo'p, S22 smartfonlarimizni chegirma qilib yubordik. S21 narxida keyinchalik sveda bor. S22, S21 narxida $220 dan. Smartfonga e'tibor beringlar, ideal sosteniyada tiniq. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q, inshaalloh. Bemalol xarid qilishlaring mumkin. Xarid arafasi 3 kun chegirmada bo'ladi, ulgurib olinglar. S21 smartfonlarimizga e'tibor qilinglar. $185 dan.
tiniq sassenada birorta joyda ayb nuqsoni yo'q, shilingan, qilingan joylari yo'q. Seryozni qora svet. Qayta arafasi 3 kun chegirma narxda bo'ladi. Ulgurib oylar pastdagi nomerlarga bog'lanib yoki bo'lmasa Telegram kanallarimizga o'tib adminlarga bog'lanib xarid qilsalaring bo'ladi. O'z davrining legendasi S15G. Hatto buni salafallari ham olinmagan, o'zining salafallari turibdi, radno korobkadan chiqqandaqa yangidek xuddi men buni sizlarga $145 dan qilib beraman. E'tibor qilinglar, S15 $145 dan nerealniy narx. Xo'p. Note 20 Ultra ko'rishlaring mumkin. Buni narxini $280 qilib beramiz. Note 10 bir donagina kelibdi. Sustainasi haqiqatda idealniy sustainada. Note 20 $145 qilib beramiz. S23F bir donagina oq svetda neobishniy, juda ham ideal holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q, $250 ga. S20 Ultra smartfoni ko'rishlaring mumkin. Qora seryozni svetda $230. Bemalol xarid qilishlaring mumkin. S20 Plus smartfonimiz idealniy holatda, birorta joyda shilingan joylari yo'q. Buni narxini $165 qilib beramiz. Xo'p, Note 10. Note 10 smartfoni $145 ga, birorta joyda shilinmayotgan, qilingan joylari yo'q. Xo'p, S10 bir donagina kelibdi. Idealniy sustainada, haqiqatdan ko'rishlaring mumkin. Sustainasi zo'r holatda. Buni borgani sizlarga bo'lsa $145 qilib beramiz. Smartfonlarimizni sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, o'zlaringizga yoqqan smartfonni bemalol bizga bog'lanib xarid qilsalaring bo'ladi. Hammalarga kirib kelgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. Xudo xolasa bundan keyin ham bizni qo'llab-quvvatlab, podpisatsiyaga bosib, like bosib unutmanglar. Inshaalloh bundan keyingi narxlarimiz ham bomba narxda chiqadi.